Har yili dunyoda $1 trillion korrupsiya tomonidan yutiladi. Bu aslida maktablar, shifoxonalar va farzandlarimiz kelajagi uchun ketishi kerak bo'lgan pul. Eng yomoni, korrupsiya sizni bevosita uchratmasa ham har kuni hayotingizga ta'sir qiladi. Narxlar nega ko'tariladi? Xizmatlar nega sifatsiz? Tizim nega sekin ishlaydi? Javob bitta. Mamlakatimizda korrupsiya qanchalik tarqalgan va hayotimizni qanday o'zgartiryapti? Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha $1 trillion isrofgarchilik bilan sarf qilinadi. Korrupsiya mamlakat boyligining kamayishiga va turmush darajasining pasayishiga olib keladi. Garchi biz korrupsiyaga to'g'ridan-to'g'ri duch kelmasak ham, u bizga ta'sir ko'rsatadi. Korrupsiyaning qanday salbiy oqibatlari bor? Korrupsiya biznesga xalaqit beradi. U korrupsiyalashgan tizimda muvaffaqiyatli rivojlana olmaydi. Bu esa mamlakat umumiy boyligining qisqarishiga olib keladi. Korrupsiya hukumat mehnatkashlarga to'lash kerak bo'lgan va kitoblar, dori-darmonlar, kompyuterlar va hokazolar ta'minoti uchun sarflash zarur bo'lgan pul mablag'lari miqdorining qisqarishini keltirib chiqaradi. U davlat tomonidan ijtimoiy xizmatlar, maktablar, shifoxonalar, yo'llar, kanalizatsiya, ichki ishlar xizmati va hokazolar ko'rsatish uchun ajratilayotgan mablag'lardan maqsadli foydalanmaslikka olib keladi. Bu esa xizmatlar sifatini yomonlashtiradi. Korrupsiya puldor va aloqalari bor kishilarning qonunlar va davlat organlarining qarorlarini o'z manfaatlaridan kelib chiqib o'zgartirishi uchun shart-sharoitlar yaratadi. U hukumatga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi. Tadqiqotlarga ko'ra, davlatlar korrupsiyaga qarshi kurashganda davlat daromadlari uzoq muddatli istiqbolda 4 barobarga o'sadi. Korrupsiya darajasi kamayganida biznes 3% ga tezroq o'sishi, chaqaloqlar o'limi darajasi esa 75% ga kamayishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taxminiga ko'ra, korrupsiya darajasi o'sishining 4 ta asosiy sababi bor. Birinchi, imkoniyatlar. Tizim samarasiz ishlayotganida va kishilar mavjud tartib hamda qonunlarni inobatga olmasdan o'z maqsadlariga erishish usulini topishlari kerak bo'lganida, ular korrupsiyaga tezroq chalinishadi. Ikkinchi, fosh etilish ehtimolining pastligi. Hisobdorlikning yo'qligi, eng avvalo transparentlik, shaffoflikning mavjud emasligi. Masalan, davlat mansabdorlari qay tarzda va nima uchun nimalar qilishayotgani haqida axborot berishmaydi hamda o'z xatti-harakatlarini tushuntirmaydi. Shuningdek, huquqni qo'llash faoliyatining zaifligi, ya'ni huquq-tartibot organlari boshqaruv vakolatlariga ega bo'lib, o'z majburiyatlarini suiiste'mol qilayotgan shaxslarni javobgarlikka tortishmaydi. Uchinchi, motivatsiyaning yomonligi. Misol uchun, mansabdor yashashi uchun yetmaydigan darajada maosh olsa yoki uning ertangi kunga ishonchi bo'lmasa, u o'z daromadini pora bilan to'ldiradi. Muayyan vaziyat va holatlarda oddiy odamlar qonunni hurmat qilmay qo'yadilar. Ular hukumatning o'zlari noqonuniy deb hisoblagan qonunlarni chetlab o'tishga harakat qilishadi. Qashshoqlik yoki mahsulotlarning, masalan, dori-darmonlarning yetishmasligi ham odamlarga qonunlarga bo'ysunmaslikka undashi mumkin. Biz ishonib topshirilgan vakolatni shaxsiy manfaatlar uchun iste'mol qilishni korrupsiya deb ta'riflaymiz. Korrupsiya ishonchga putur yetkazadi, demokratiyani zaiflashtiradi, iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi va notinglik, kambag'allik, ijtimoiy bo'linish hamda ekologik inqirozni yanada chuqurlashtiradi. Korrupsiya fosh etish va korrupsiya chalingan shaxslarni javobgarlikka tortish faqat korrupsiya va uni ta'minotchi tizimlarning qanday ishlashini biz tushungan taqdirimizdagina amalga oshishi mumkin. Transparency International korrupsiyani qabul qilish indeksida O'zbekiston yildan yilga yuqori o'rinlarga chiqmoqda. 2020-yilda 146-o'rinda bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda 121-o'ringa ko'tarilgan. Ijtimoiy fikr Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tomonidan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bilan hamkorlikda 2022 va 2024-yillarda tadqiqot o'tkazadi. So'rovnomada 4000 dan ziyod respondentlar qatnashishadi. Ushbu o'rganishdan asosiy maqsad O'zbekistonda korrupsiyaning tarqalganlik darajasini baholash, korrupsiyaning paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatuvchi sabab va omillarni aniqlash, sabab va shart-sharoitlar reytingini tuzish, turli vazirlik, idora va tashkilotlarning korrupsiyalashganlik darajasini fuqarolardan so'rash, natijada davlat boshqaruvi, turli sohalar bo'yicha korrupsiyaning reytingini tuzish. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi amalga oshirilayotgan siyosatning samarasini baholash va turli tavsiya va takliflar ishlab chiqish bo'lgan. Xo'sh, o'rganishlar natijasiga ko'ra bizda korrupsiya qanchalik tarqalgan?
2022-yilda so'rovnomada qatnashgan respondentlar korrupsiyaning tarqalganligini quyidagicha baholashgan. Ularning 24% korrupsiya yuqori tarqalgan deyishgan, 54% o'rtacha tarqalgan, 14% past tarqalgan deyishgan. 2023-yilda 31%, 24-yilda esa 32% korrupsiya yuqori tarqalgan deyishgan. Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaning tarqalganlik indeksi 2024-yilga kelib 0.1474 ga tushgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra 2022-yilda 15% respondentlar korrupsiyaviy vaziyatlarga duch kelishgan. 23-yilda 19.9%, 2024-yilda esa 21.2% ga ko'tarilib, korrupsiyaga duch kelganlar ulushi ortib borgan. Korrupsiyaga duch kelganlar orasida korrupsiya fakti yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan fuqarolar ham yildan-yilga oshib borgan. Masalan, 2022-yilda 3.6%, 2023-yilda 8.5%, 2024-yilda esa 11.5% fuqarolar korrupsiya bo'yicha murojaat qilishgan. Yurtimizda korrupsiyaning paydo bo'lishi va tarqalishining asosiy 5 ta top asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz? 2022-yildagi asosiy sabablar bular: fuqarolar qonunlarni bilmasliklari, davlat tashkilotlari ishining ochiqlik darajasi yetarli emasligi, korrupsiya uchun jazo choralari yengilligi, yuqori mansabdor shaxslar va amaldorlar ishi ustidan fuqarolik jamiyati va davlatning nazorati yetarli emasligi, ba'zi shaxslarga haddan tashqari katta vakolatlar va imkoniyatlar berib yuborilishi bo'lgan. 2023-yildachi fuqarolar o'z muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilishga intilishgan. Fuqarolar o'z huquqlarini va korrupsiya jinoyati jazolarini yetarli darajada bilishmagan. Ochko'zlik, tekin daromad olishga intilishgan. Tarixan shakllangan mentalitetning oqibati deb o'ylashgan. Jamiyatning tabaqalanishi, boy va kambag'alga bo'linishi natijasi. 2024-yildagi asosiy top 5 sabablar quyidagilar bo'lgan. Birinchi o'rinda fuqarolar o'z huquqlari va korrupsiya uchun qanday javobgarliklar borligini yetarlicha bilmasliklari. Bizda korrupsiya va poraxo'rlik hamma joyda tarqalgan degan fikrda qotib qolishlik. Fuqarolar o'z muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilishga intilishi, jamiyatning tabaqalanishi, boy va kambag'alga bo'linishi natijasi hamda oxirgisi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonunchilik bazasining nomukammalligi bo'lgan. O'zbekistonda qaysi idoralarda va yo'nalishlarda korrupsiya eng ko'p tarqalgan? 2022-yilda eng ko'p ishga yollash va joylashtirish bo'lsa, undan keyin sog'liqni saqlash, viloyat hokimliklari, oliy va o'rta ta'lim muassasalari va keyingi o'rinda shahar va tuman hokimliklari xizmatlari va bo'limlarida bo'lgan. 2023-yilda sog'liqni saqlash sohasi birinchi o'ringa chiqib, oliy ta'lim va fan va innovatsiyalar vazirligi ikkinchi, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 3-chi, hokimliklar 4-chi va ichki ishlar vazirligi 5-chi o'rinni egallagan. 2024-yilda esa o'tgan yili top 3talikni oldingi yilgidek sog'liqni saqlash, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar, maktabgacha va maktab ta'limi vazirliklari egallagan bo'lsa, 4-chi o'rinni bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi va 5-chi o'rinni qurilish va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi egallagan. Davlatimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan islohotlarga fuqarolar qanchalik ishonishadi? Samarasini qanday baholashadi? Ularning 3dan biri islohotlar samarasini yetarlicha muvaffaqiyatli deb hisoblasa, yana 3dan biri muvaffaqiyatli-ku-ya, lekin hamma sohada emas deb hisoblashadi. 4dan bir fuqarolar islohotlar samarasi kam deb baholashgan. Nima uchun ba'zi sohalarda islohotlar samara bermayapti deb o'ylaysiz? Asosiy sabablardan biri korrupsiyani yo'qotishga pessimistik qarashadi. Ko'pchilik korrupsiyani juda yomon ko'rishmaydi. Qasos olishlardan qo'rqib, korrupsiya haqida xabardor berishmaydi. Korrupsiyaga qarshi turli chora-tadbirlarga javoban korrupsiyaviy sxemalar ham takomillashib bormoqda. Fuqarolar korrupsiya holatiga tushib qolishlari, ishtirokchi bo'lib qolmasliklari uchun nima qilish kerak? Korrupsiya so'ragan mansabdorni yaxshilab o'rganish, qayerga xabar berish, fuqaro o'zini qanday tutish kabi bilimlardan xabardorligini oshirish kerak. Korrupsiya paydo bo'lish xavfi yuqori bo'lgan barcha davlat tashkilotlarida murojaat qilish mumkin bo'lgan aloqa manzillari va boshqa ma'lumotlarni keng tarqatish va o'sha idoralarga joylashtirish. Xabar bergan fuqarolarni himoya qilish bo'yicha aniq amaliy choralar ko'rish. Xabar bergan shaxslarni taqdirlash.
Xo'sh, davlat va fuqarolik jamiyati tashkilotlari nima qilishi mumkin? Birinchi, korrupsiya haqida ijtimoiy balo sifatida tasavvurni jamoatchilik ongiga singdirishni qo'llab-quvvatlash, turli sohalarga korrupsiyaning ta'sir ko'rsatuvchi xavf-xatarlariga nisbatan jamoatchilik e'tiborini jalb qilish va kuchaytirish, fuqarolarda korrupsiyaga nisbatan murosasizlikni shakllantirish. Ushbu chora-tadbirlarni ommaviy axborot vositalarini jalb qilish, korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha tadbirlarda ishtirok etishga fuqarolarni rag'batlantirish yo'li bilan korrupsiyaga qarshi kurashish amaliyotiga keng aholi ommasini jalb etishni faollashtirish orqali amalga oshirish mumkin. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish masalalarida fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat rolini yoritishga e'tibor qaratish lozim. Agar korrupsiya bizning kelajagimizga xavf solayotgan bo'lsa, uni to'xtatish faqat davlatning ishi emas, har birimizning tanlovimiz, pozitsiyamiz va jasoratimizga bog'liq. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda korrupsiyaning asosiy sababi nima? Qaysi sohalarda muammo eng keskin? Va eng muhimi, siz qanday yechimni taklif qilgan bo'lardingiz? Fikringizni yozing. Bu mavzu jim turishni ko'tarmaydi. Birgalikda ochiqlik va adolat tarafdori bo'laylik. Korrupsiyasiz jamiyat farzandlarimizga eng katta merosimizdir. Ushbu video Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi homiyligida tayyorlandi.